Kosmetologiya bu nafaqat san'at, balki ilm-fan va tibbiyotni o'zida mujassam etgan zamonaviy sohalardan biri. Inson, ayniqsa ayollar go'zalligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega bo'lgan ushbu yo'nalish zamon talablari darajasida rivojlanmoqda. Zamonaviy kosmetologiya sohasidagi yutuqlar nafaqat tashqi ko'rinishni yaxshilash, balki o'z-o'ziga ishonchni oshirish, ruhiy holatni barqarorlashtirishda ham muhim rol o'ynaydi. Nukus shahrida yangi ish boshlagan Essima o'quv markazi va kosmetologiya akademiyasi asoschisi, tajribali vrach-dermatokosmetolog Simbat Asanova 14 yildan ortiq professional tajribaga ega. U 1999-2006 yillarda Toshkent pediatriya tibbiyot instituti Nukus filialida ta'lim olgan. Keyinchalik Toshkentda klinik ordinaturani tugatib, inyeksiyali kosmetologiya bo'yicha ixtisoslikka ega bo'lgan. Simbat Asanovaning tashabbusi va mablag'i hisobiga Qoraqalpog'istonda kosmetologiya sohasini rivojlantirish maqsadida tashkil etilgan Essima o'quv markazi va kosmetologiya akademiyasida ko'plab ayol qizlar ushbu sohaning sir-asrorlarini o'rganmoqda. 24-noyabr kuni Nukus shahridagi Niagara restoranida o'quv akademiyasining 3-seminari yakunlari va 3-bosqich o'quvchi qizlarining bitiruv kechasi bo'lib o'tdi. Seminar davomida kosmetologiya sohasiga qiziquvchi qizlarga ushbu kasb haqida, yuz va teri parvarishi bo'yicha zarur tushunchalar berilib, shaxsiy biznesini boshlash bo'yicha tavsiyalar berildi. Darhaqiqat, zamonaviy kosmetologiya ayollarning ijtimoiy hayotiga ham katta ta'sir ko'rsatadi. Ularning o'zini qadrlashi, ijtimoiy faolligi va kasbiy yutuqlari ko'p jihatdan tashqi ko'rinishi va ruhiy barqarorlikka bog'liq. Sifatli parvarish vositalari hamda samarali kosmetik usullar ayollarga o'zlarini yanada ishonchli his qilish imkonini yaratadi. Bitiruv kechasida Essima o'quv markazi va kosmetologiya akademiyasining navbatdagi bitiruvchilari bo'lgan 11 nafar qizlarga kosmetolog estetist diplomi tantanali ravishda topshirildi va tadbir ishtirokchilari ularning o'z bizneslarini yo'lga qo'yishlarida omad tiladilar. Shu kundan boshlab o'quv markazining 4-guruhiga qabul boshlanib, o'qishni istagan qizlar ro'yxatga olindi. Shu o'rinda ushbu sohaga qiziquvchi qizlarni doktor Simbat Asanovaning Essima akademiya o'quv markaziga taklif etamiz. Bizning elimizda ham shunday vrachebniy kosmetologiya akademiyasi ochilib, bizning qizlarimizga yana bir imkoniyat tug'dirib berib turibdi. O'z elimizda o'qib, bilim olib, rivojlanib, o'zlarimizning sol kosmetologiyaga qiziqqan salamizda rivojlantiruga yana bir imkoniyat qizar kelsangizlar bo'ladi. Simbat xonimning hozir seminarina 3-marta qatnashib o'tiribman. Endi har taraflama gрамотно deyman, bilimli o'tib o'tiribdi. Unadi qattiga baribir ham ne deydi? Odamlar ikki bo'linadi deb o'ylayman, o'qigan, o'qimagan deb. Sonday bilim olib, ko'p yillar davomida bilim olib, o'sha salada rivojlanib kelayotgani o'zi odamni bir жаңағы ne deydi, o'rtaga chiqib bo'lmasa so'ylaganidan, tarbiyalagan shogirdlaridan bilsa bo'ladi. Shunday seminar mazmunli o'tib o'tiribdi. Keling deb chaqirib qolaman, agar o'zlaringizda sol kosmetologiyaga qiziqib, soni sol kosmetik salada жұмыс істегім keladi deb o'zlarining qiziquvchiliklarni rivojlantira olmay o'tirgan qizlar kelsangizlar bo'ladi. O'quv kurslarida kosmetologiya bo'yicha ilmiy yangiliklar va zamonaviy usullar haqida ma'lumotlar berilib, ishsiz ayollarning bandligini ta'minlash, ularning daromadini oshirishga ham yordam beriladi. Markazda yangi avlod kosmetologlarni tayyorlashga alohida e'tibor qaratiladi. Kosmetologiya sohasiga qiziquvchi qizlar uchun maxsus o'quv dasturlari ishlab chiqilgan bo'lib, seminarlar va o'quv kurslari davomida tinglovchilar nafaqat nazariy bilimga, balki amaliyotga oid ko'nikmalarga ham ega bo'ladi. Kosmetologiya sohasiga qiziquvchi qizlar va ayollar uchun mo'ljallangan zamonaviy yuqori darajadagi o'quv kurslarida sifatli ta'lim, ilg'or texnologiyalar, amaliyotga yo'naltirilgan dasturlar orqali ishtirokchilar professional mutaxassisga aylanadi. Kurslarni muvaffaqiyatli tugatgan har bir ishtirokchi davlat darajasidagi diplomga ega bo'ladi. Kosmetologiya hozirgi zamonning talabi deb qarauga bo'ladi. Yoshlarning arasida da, ulkanlarning arasida da hozir eng usunusdagi bo'lib turgan eng kerakli taraflardan biri. O'sha kosmetologiya tarafini o'qib o'rgangisi keladigan barliq insonlarning barini men o'sha doktor Simbatning kursida o'quvdim. Bu kursda olуга eng ulkan sabablardan biri doktor Simbatning o'zi diplomni o'qigan dermatokosmetolog. Hamda onun ish tajribasi teoriyasi bilan birga rivojlangan inson. Ish tajribasida juda yuqori darajada. Essima akademiyasi
Қарақалпақстанда біріншілерден болып қызыл диплом беретұғын академия екенлігіне куә болдым өз көзімменен. Бұл жерде аял қызларымыздың өзлерінің үйде отырған халында дарамат табуына үлкен имканиятлар жаратылғандығына куәсі болдым. Жүдә қуанышлыман. Келешекте СМ академиясы жұмысларына табыслар тілеймен. Қарақалпақ аял қызларына, бұл нағыз аял қызлардың кәсібі болғанлығы үшін келіп оқуын, білімін асыруын, һәм қызыл диплом менен тағдырленуін тілеп қаламан һәмесіне. Мен өзімді медицина қанигесі, жоғары мағлұматлы медицина қанигесі болуыма қарамастан оқуға ниет еттім. Құда қалесе осы кейінгі потокқа жазылу үшін қазір уже ниет қабыл еттім десемем болады. СМ академиясы жұмысларына және сымбат доктор жұмысларына табыслар тілеймін. SMA o'quv akademiyasining kosmetologiya sohasidagi faoliyati Qoraqalpog'istonda ayollar go'zalligi va sog'ligiga bo'lgan e'tiborni kuchaytirib, ko'plab ayollarning sohaga qiziqishi oshishiga, kosmetologiyaning rivojlanishi esa ayollar hayot sifatining yanada yaxshilanishiga xizmat qilishi shubhasiz. Бүгін біздердің семинарымыз болып өтті Ниагара ресторанында. Бұл жерде біздер косметология тарауына қызығатын қызларымызды жинап, бет күтімі хақында информациялар беріп өттік, және де қандай процедураларды үйренуге болады һәм жеке істеп кете алады косметология бойынша. Косметолог эстетист дипломын бүгін 11 қызымыз алды. Құда қаласа жеке өздері істеп баслайды һәм де косметология тарауында сұлу ажапалар апаларымызда көзалығына көзалық қосуға харекет етеді деген үміттемін. Және қосымша біздерде кейінгі потокқа қызларымызды регистрация қылдық. Косметолог болуды қалесеңіз яки косметология курсына қызықсаңыз, біздерге академия доктор сымбатқа, СМ академияға хабарлассаңыз болады. Сіздерді күтіп қаламыз.